Bugun bize kulgili videolarga reaksiya qilamiz. Videoga tayyor bo'l. Qoidalarni tushungan bo'lsanglar bize videoni boshladik. O'rtoqlar, iltimos sizlardan 2 kunda har 2 kunda yangi video chiqaramiz o'rtoqlar. Lekin sizlar aktiv kam. Videoni 20 tadan odam ko'ryapti o'rtoqlar. Qaranglar qancha svet, mana shtativ va ko'p harakat qilyapmiz biz o'rtoqlar. Lekin aktiv oshmayapti, like, obuna kelmayapti o'rtoqlar. Shu kechda bo'lsa video kam chiqadi va 3 oy kanikuldasiz. Zeriktirib qolaman. Iltimos o'rtoqlar, kanalga bitta obuna bo'lib, bittagina like bosib qo'yinglar, jalka emas u. Bo'lmasa birinchi videoni ko'ramiz. Lampa yondi. Birinchi videoni ko'ramiz o'rtoqlar. Do'stimning to'yi kuni tinch. Qanday bo'lyapti? Ichi kulgili emas, to'g'rimi? Masalan, menga kulgili bo'lmadi, seriozni. Bu kulgili video emas. Ikkinchi videoni ko'ramiz. Ikkinchi videoni ko'rsak. Oh. Oy, siqilsam berdi birat. Lekin bu rostdan kulgili bo'ldi. Bu video lekin rostdan kulgili bo'ldi. To'g'rimi? Qaysi videoga mazza qilib kuldinglar, o'shani ham kommentda yozib qoldiringlar. Hammalarning kommentlarini, fikringizni o'qib, hammalarga javob beraman o'rtoqlar. 100% yozib qo'yinglar shu masala. Va biz 3-chi videoga o'tamiz. 3-chi videoni ko'rib, do'stim ukol olgan borsa. Lekin uncha cringe emas, bu normal. 3-chi videoni ham ko'rdinglar, uncha 3-chi video ham kulgili bo'lmadi, bu normal. Biz 4-chi videoni ko'ramiz. Bilaman, kulgim kelmayaptimi yoki kulib bo'lmayapti. Necha? Bu video buncha kulgili bo'ladi. Va biz keyingi videoga o'tamiz. Bu sening iting. Sening o'zinglar. Seriallarga jo'ralar shunaqa. Shunaqa bo'lganlari ham bor endi. 100 tadan bir bittami, ikkitami shunday. O'rtoqlar, yana aytolmay kanalga obuna bo'lib, bittagina like'ni jalka qilinglar, iltimos o'rtoqlar. Yaqinda 500 ta obunachi bo'lamiz. Meni bu kichkinagina bitta maqsadim o'rtoqlar. Tezroq shu 500 ta bo'laylik. Go, keyingi videoni ko'rishib o'tamiz o'rtoqlar. Qaranglar. Aytyapman, nima qilib turasan? Voy bile. Bu lekin seriozni kulgili. Qaranglar. Hamma qilyapti. Yuzidan yedik prям banna. Burosdan kulgili, lekin ikkita bor hozir. Shokkerni ikkitagacha kuchaytiramiz. Videoning oxirida qani ko'ramiz, qanaqa reaksiya bo'ladi o'sha. Quyma deyapti. Voy bile. Baribir sepyapti. Voy bile. O'g'ay qarab sep ketyapti onasining. Sartaroshlar rostdan prям yomon ko'p sepadi. Onasining. Keyingi videoga ko'rishga o'tamiz. Xo'p, kares. Ha, o'zbek nima ursa kerak o'zidan. Voy bile, aytdim-ku. Buncha kulgili emas, chunki ko'rganman. Bizning keyingi videomiz o'rtoqlar. Do'stim menga hazil qilsa. O do'stim kichkina ekan, bu jahonga o'xshaydi. Uncha kulgili bo'liging. Necha? Biz o'rtoqlar keyingi videoga o'tamiz. Yomon deydi lekin. Voy, okey, yig'layapti-yu. Seriozni yomon deydi lekin bor. Hamdardlik tilagan holda keyingi videoga ko'rishga o'tamiz. Uyimdagi antel yo'qligini sababli zaldan uxlatamiz. Bile. İşte o için git.
Videomcha kulgili bo'ladi o'rtalar. Qaysi videoga maza qilib kulgan bo'lsalar, komment yozib qoldiringlar. Aylantiryapti bu jo'rasiga. Uy, bular kirib qoldi. Yo'q. Video o'rtalar. Futbol qo'ydi ekan. Futbol qo'ydi. Voy bilan. Uy, mototsiklchi boshiga deydi bu. Uy bilan. Kirpikti. Keyingi video. Ne oldu qo'yibdi? Ko'p. Nimalar keyin? Ko'p. Voy bilan. Qo'rqinchli video emas-ku, onasini emsin. Ko'rdinglarmi, boshi bo'yi oxiridagi qirraga tegdi borib. Boshi pashov yorilib o'lib ketdi. Keyingi video Ronaldo ekan. Videoni ko'ramiz. Ya bular. Bular. Zato qo'rqmaydi. Uy, bular ishlayapti. Bular. Bu nima deysizlar o'rtalar, bu taxlanganmi yoki rostdan shunday bo'ladimi? Tasavvur qilinglar, o'tyapsizlar, bunday bo'lmaydi-yo. Qani bunday bo'layotgan? Nechun sibe? Prям Shuna qilib o'rtalar bizda eng oxirgi videoni ko'radigan bo'lsak, keldi. Hop, bo'lyapti, hop. O'zimizda deydi, O'zimizda. Yomon deb qo'ygan. Ne, все утром. Ya uncha kulgili bo'lmadi o'rtalar. Bizani ozgincha va kam mehnatli harakatli videomizni ham o'z nihoyasiga yetdi o'rtalar. Sizlarga har 2 kunda video tayyorlash uchun qanaqa ideya bo'lmasin, Elektroshokkerning videosi Telegram kanalimda o'tib ko'rishingiz mumkin. Ovozimiz o'rtalar. Siz zerikib qolmanglar deb biz har 2 kunda video chiqaramiz o'rtalar. Shuning uchun mehnatimizga qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Nega biz har 2 kunda videomiz o'rtalar? Bizning aksiyamizga ko'tarilsin deb o'rtalar. Iltimos, videoga bitta like bosib, kanalga bittagina obuna bo'lib qo'yinglar o'rtalar. Jalq emas. Keyingi videogacha sog' bo'linglar. Bye jigarlar.